Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Elite Electronics'da ishlab chiqarilgan tijoriy sovutgichimiz ELT390 modeli haqida ma'lumot beramiz. Ushbu sovutgichimiz 390 litr hajmga ega bo'lib, 5 ta tokchalardan iborat. Tokchalar 70 kg vazn ko'tara oladi. 5 bosqichli regulyator yordamida siz havo haroratini 0 dan 8 darajaga sovitishingiz mumkin. Hamda kameramiz ichida havo harorat o'lchagichi mavjud. Sovutgichimiz No Frost sistemasida ishlab, elektr tejamkor hisoblanadi. Eshigi 2 qavatli toblangan oynadan ishlangan bo'lib, ichkaridagi havoni mo'tadil saqlashga yordam beradi hamda qulflash mexanizmiga ega. Ushbu sovutgichlarimiz dunyodagi mashhur Embraco kompressorlar bilan jihozlangan. Kompressorimiz 3 yil hamda 3 yil bepul servis xizmatiga ega. Elite qulaylik yaratuvchi texnika.